Shu 3 ta narsaga e'tibor bermasangiz, chorvangizga qancha yem bersangiz ham baribir semirmaydi. Birinchisi bu mol ostining tozaligi. Ko'pchilik chorva tagini tozalab turmaydi. Natijada mol balchiq va loyda botib yotadi. Bu esa chorvada turli xil kasalliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mol ostiga pishgan g'ig'ish terish tavsiya qilinadi. Bu namlikni ushlamaydi va tozalash ham oson bo'ladi. Eng muhimi, mol osti doim quruq va toza bo'lishi kerak. Ikkinchisi esa to'g'ri iqlim sharoiti. Xalqimizda bir gap bor: go'ngi sovuqda muzlamasa turaveradi deb. Shu sabab ko'p odamlar qishda molni shunchaki navestiga boylab qo'yadi. Bu noto'g'ri. Yozda chorva bor joyda havo yaxshi aylanishi kerak. Buning uchun shamollatish yoki ventilyatsiya vositalari bo'lishi foydali. Qishda esa chorva uchun iliq va himoyalangan sharoit yaratish kerak. Va oxirgisi esa to'g'ri yem berish. Tavsiyam: Qozog'iston paxta shiroti va raps shirotidan berish kerak. Paxta shirotida 42% gacha oqsil bo'ladi. Buni yegan buqa tez semiradi va kuchga kiradi. Bu yemlarni arzon va optom narxlarda Yem.uz sahifasidan Sardorjondan olishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Foydali chorvachilik maslahatlarini o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.